Salom bolalar. Sizlar bilan bugun men Master Pro bolalar. 2 oylik tanaffusdan keyin men yana qaytdim. Ma'lum bir sabablarga ko'ra men video chiqara olmay qoldim, lekin shorts chiqarib turdim. Endi biz video olyapmiz. Videoni opsiyasini o'qigan bo'lsangiz 1.21 yangilanishni ko'ramiz. Mana pastda versiya 1.21.60.23 bu eng oxirgi versiya. Bu Minecraft skinimga e'tibor bermaysiz, texnik nosozlik sabab mana shunaqa bo'lib qoldi. Bugun sizga 1.21 versiyalarda nimalar qo'shilgan, nimalar olib tashlangan, shular haqida gaplashamiz. Siz esa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Unda men videoni boshladim. Bolalar, mana dunyoni yaratib oldik. Endi nimalar qo'shilganini ko'rib chiqamiz. Bu 1. Uzr bolalar, salgina uzilish bo'lib oldi. Boyaga aytgan gapim bilan boshlaymiz. Bu 1.21 versiyada 4 ta yangi mob, Prizip Spam Egg, Armadillo, Bogit bilan Creaking. Mana bu nima desa bo'ladi, bu olovli tayoqcha beradigan mob bor-ku. O'shani yana bir turi bo'lsa kerak. Bundan mana bu narsa tushadi. Hozir mana Vinchargi. Tushami aniqini bilmayman-da. Xullas bu shamol unsuri desan ham bo'ladi. Mana bu bunaqa narsa. Yana bir Armadillo degan mana bu nima desa bo'ladi. O'ralib oladi-yu. Hozir ko'rsataman. Mana bu yerda uning terisidan ikki branya bor. Mana shuni terisidan. Mana bu yerda Bogitdan muzliklarda yuradigan bir maxluq bu. Buni bilsangiz oq daraxtli joyda bo'ladi. Buni ko'ziga qarasangiz turadi, qaramasangiz sizni uradi. Ya'ni jonon. Mana bu bir zarbada yo'qolib ketadi. Mana o'yinga yana xaltacha qo'shilgan. Bunga faqatgina bitta narsa solish imkoniyati bor ekan. Buni bosasiz va to'ldi. Uni full bo'ldi. Bu yerga yana mana bunaqa eliksirlar qo'shilgan. Bu raid uyushtirish uchun qo'llanadi. Mana bu bilan bu narsa nimaligini men hali bilmadim. Haligacha bilmayapman. Yana bu yerga yangi narsalardan mana bu narsa, mana oyoqli tayoqchalar, olovli tayoqchalarning yana bir turi. Bu versiyada yana mana bunaqa boltacha qo'shilgan. Yana eng zo'ri oq rangli taxta qo'shilgan. Oppoqqina. Juda ham uy yasashga juda ham qulay. Bu taxtasi, bu bunaqasi, bu mana bunaqa. Juda ham oq, nafis ko'rinadi. Yana nimalar qo'shilgan ekan? Mana spawnerning har xil turlari. Monster spawner, trail spawner, wallet. Mana shunaqa narsalar qo'shilgan. Mana buni nimaligini bildik. Bu kalit bunga qo'yilar ekan. Mana hech bo'lmaganda shuni bildik. Mana shunga kerak ekan. Tak bo'lar. Mana bunaqa narsalar qo'shilgan. Bu o't, bu mog'or, bu esa
Mana bu nima bu? Men buni nimaligini bilmadim bola. Mana bu narsa qo'shilibdi. Mana bola, yangi narsalar qo'shilgan. Salgina uzilish bo'lib oldi. Racing Bricks, Chilton Racing Bricks, Block of Racing. Mana shu narsa yerga qo'yilar ekan bu. Men hali bu 1.21 versiyani hali o'zim ham bilmayman. Yana bu yerda nimalar bor ekan? Yana bir xabar, bu yerga juda ko'p xil eshiklar. Oq, mana bunaqa, xullas kalom mana shunaqa eshiklar qo'shilgan. Oq eshik, Cooper door, Cooper, xullas barchasi Cooper. Ovozi ham g'alatiroq eshitilyapti. Sizlarga eshitilyaptimi yo'qmi bilmayman. Mana shunchalik eshiklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta eshik qo'shilgan bo'ldi. Mazza qilib endi chiroyli uylar yasash mumkin. Xullas kalom, sizlarga bu 1.20 versiyani taklif qilaman. Juda ham qiziq versiya. Zerikmaysiz, mazza qilib o'ynaysiz. Hali bola 22 versiya chiqyapti. Uni ham obzor qilib sizlarga ko'rsataman, nimalar qo'shilgan, u qanday bo'ladi. Bu yerda hozir bir 10 tacha yoki 20 tacha narsa qo'shilgan. 1.22 ta menimcha bundan zo'r. Mana bola. Endi buni eshiklarining nima deydi bu? Buni aniq qismini bilaman. Sizlar bilsangiz kommentga yozib keting. Mana shunaqa narsa. Xullas, mana. Shunaqa narsalar borlar. Bu nima bu? To'rtinchi. Waxer Cooper trap door. Menimcha bu misdan yasalsa kerak. Mis rangida ko'rinyapti. Lekin menga bu versiya juda ham yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Juda ko'p xil narsalar qo'shilgan. Mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Men sizlarga hali hammasini ko'rsatmadim. O'zingiz bu versiyani olib o'ynab shingiz mumkin. Menimcha buni sizlarga Chrome'dan olishni tavsiya etaman. Yoki Google'ga yozasiz 1.21.60.23 desangiz mana shunaqa Minecraft chiqib keladi. Shuni yuklasangiz mana o'zingiz xohlagancha narsalarni ko'rib, nimalar qo'shilganini ko'rib, uylar yasab mazza qilib o'ynang. Xayr bolalar, sizlar bilan bugun men Master Pro bo'ldim.